Urganch shahrida kamdan-kam sotib chiqadi. Kattagina kasaramiz sotiladi. Qurilish ostini o'zi 500 kvadrat metr bo'ladi, plus oldi tarafida ham kengina otizlari, garajlari, xullas o'zingiz ko'rib bahosini berasizlar. Yana shunday katta hovli joy qidirib yurganlar esa bu videoni tashlab qo'yasizlar. Hovli joyimizda gravajda ko'rishingiz mumkin, отдельный eshigi bilan kattagina darvozasi ustanovka qilingan. Darvozadan geliklar ham bemalol kirib chiqaveradi. Plus gelik uchun joy bormida sizda ko'rib turganingizdek kengina maydon. Necha mashinangiz bo'lsa hammasi sig'adi. Plus bu yon tarafimizda ham xohlasangizlar topchanlarni ustanovka qilasizlar, xohlasangizlar mashinani o'zini kirgizib qo'yaverasizlar. Ko'rib turganingizdek kengina, aytib o'tganlarimizning qurilish ostini o'zi 500 kvadrat metr bo'lsa, dengidan bir 300-400 kvadrat metr shunday eldi qismi bor. Kengina taxlangan bellari, bog'lari bor, daraxtlar ekilgan, hamma narsasi tayyor turibdi. Plus pulni hamma joyi burchatkadan chiqib, hamma yerga ko'rib turganlaringiz, yana svetlar ham taxlangan. Gechda svetlarni qilib qo'ysangiz, yana bir hazat bir oilaviy dam olib o'tiraverasizlar. Hovli joyimizni qachondan boshlasam ekan deb kalla aylanma bo'lyapti. Sababi ko'rib turganingizdek, bu hovli joyimizda ikki proxod bor. Xohlasangizlar bu yerdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Xohlasangizlar bu tarafdan ham kirib chiqish uchun отдельный eshiklari bor. Endi birinchi eshidan boshlaymiz. Plus eng zo'r tarafini aytib o'taman. Podval ham bor. Podval ham odam bo'yindan sal balandroq, bemalol podvalni ham remont etib berib, azat foydalansangiz bo'ladi. Hozirda podvalda remont yo'q, lekin to'liq otopleniyasi podvalda o'rnatilgan bo'ladi. Gravajda yana shunday polni kattagina zinalardan chiqib kelaveramiz. Hovli joyimizda gravajda shunday kengina kattagina prixожий zonasi kutib oladi. Pollarni ham to'liq kafellardan akkuratli taxlangan, plus belanda mebellari, pardalari, rakvinalar ham haddushi variantda zo'rlarni ustanovka etib taxlab qo'ydilar. Lyustraga qaranglar, ko'pchilik zal asadi, lekin bu hovli joyimiz yana prixожий zonasida o'sha shu vaqtini endi bir remontdan ham bir 7-8 yil bo'lgan bo'lsam, lekin hali modadan chiqmagan remont. Gelinglar endi bu yon tarafini ko'rib chiqamiz. Gravajda bu yerimiz yana hol bo'ladi. Bu yerda divanlar ustanovka qilingan, plus lestitsani tenda kladovka uchun joylarni taxlab ketganlar. Bemalol foydalanaverasizlar. Gravajdagi o'ng qo'limizdagi birinchi xonamiz albatta yana родительский spalniy bo'ladi-ku. Shu narsa uchun. Spalniylari hamma narsasi qoladi. Bemalol kelib, to'g'ri yashab ketaverasizlar. Yani spalniyalar hamma narsasi ustanovka qilingan. Eng zo'r joyi o'zini отдельный sanuzel ham bor. O'zingiz ko'raverasizlar. Endi kichkina bo'lsa ham spalniyaning ichida o'zini sanuzeli bor. Bu da yani katta plus sababi. Yani endi o'rtada kirib chiqib yurmaydilar, o'zlarini sanuzeli bo'laveradi. Bu ko'rganingiz birinchi etajdagi birinchi spalniyamiz. Ikkinchi xonamizga keladigan bo'lsak, kattagina shunday zalimiz bo'ladi. Birinchi etajdagi birinchi zalimiz. Lyustralar ham mana ko'rib turganingizdek katta ustanovka qilingan pardalarini sal taxlab berasiz. Endi odam yashamay turgandan keyin ozgina o'rkasida muammosi bor. Plus bu yerlarda penal komodlar hamma narsasi qoladi. Bu yerda keyin televizorlari qoladi. Bu yerda yana ko'rib turganingizdek mebellar ham qoladi. G'alib-g'ali parda sarda hammaji qoladi. Undan plus toza g'alalarni ham qo'shib beriladi. Xudo xolasa bemalol kelasizdan to'yni bosib beraverasiz. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, keyingi xonamiz birinchi etajdagi ikkinchi spalniyamiz bo'ladi. Aynan ya bir uyingizda qizingiz bo'lsa, ya bir gelinlar bo'lsa, toza uylanganlar bo'lsa, shular ham moslab taxlangan. Основной женский spalniya taxlangan. Qizingiz bo'lsa, bemalol yana shu spalniyadan foydalansam bo'laveradi. Hamma mebellari qoladi, pardalari, plus döşalgan g'alalari, palaslari hamma narsasi qoladi. Bemalol foydalanaverasizlar. Remontdan ko'rib turibmizsa bir bilmayman, nima yoqdi, sizlar hech bilmay kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, spalniyadan chiqaverishda yanında yana bir spalniyamiz bor. Bu spalniyamiz ham ko'rib turganingizdek, remontlar ham bir ajoyib etib taxlangan. Bu yerda mena ko'rib turganingizdek, to'liq mebel ustanovka qilingan va bu yerni taxlatib berasizlar. Bemalol foydalansangizlar bo'laveradi. Hamma narsasi qoladi bu hovli joyimizda. Eng zo'r joyi qaranglar, birinchi etajni o'zida 3 dona spalniya, bir katta zal, sanuzellarni ham ko'rib turibsizlar. Keling endi boshqa xonasini ko'ramiz. Birinchi etajning eng zo'r joylaridan biri yana shu yerda bo'ladi. Qaranglar, kattagina o'zini koridori bor. Bellardan to'liq ototnilar ustanovka qilingan, bu yana chesterlar bo'lgan. Mayda-chuyda narsalarni saqlab qo'yasizlar. Hamma yerini g'alalari, ya'ni zo'r g'alalar, qimmat g'alalardan taxlangan bo'ladi. Endi uyni o'zi ikkinchi bo'lakini o'tyapmiz. Ikkinchi bo'laki deganda qaranglar, ya aytib o'tganimizdek, bu yerda bir proxod bo'lsa, bu tarafimizdan bir proxod bor. Ya'ni gravajda qaranglar, kattagina shunday hovli kutib oladi.
Benim ya evvelki yani özlerimizi baylaban ku, şunun mebelleri yine. Bir anda kaminli peşleri var, plus kondisyoner tuttu, avalon, kette gene, lustralar, bir andaki mebel, televizor, hemen nerse kalar. Plus yurttuğanlarınızın bir yerde perdelerden hem pulay almağa hemen nersesini zor atıp taxlağala. Aytıp ötkənini gələsə bir ubor ketəsə meydətçüdə nərsələrini taxlap durub toy basa toyuna başla bərabər əsliyina. Kəttegene Xaluzayda toyxanam gerekmedi. Eşiklərində üstər kürsünü yayasız, öyün içine döşistan, həzzəti toylan soğuk oturar əsliyina. Doğrusu yine pul bosu özüm basıp edim de Xaluzaylardan biri boğa. Ben de yine mebelleri, ben de saatlar hemen nəsə qaladı. Hemen nəsə qaladı. Bemalol faydalana verəsizlər. Plus birinci etajın özündə işödə görüşləniz mümkün. Kəttegene aşxanası var. Aşxana mebellərini duruşuna qaranlar. Ya, kəttegene aşxana, doğru mu? Xaladinlikləri kəttegene iki işikli işət tutduğuna. Doğru gələsindən faydalana verəsizlər. Kəttegenesi. Qandakı yani peçkeleri distəmə, qaz plitəni görünməyənə kəttegene qaz plitəsi, televizoru, plus özünün su aparatları hemen əsası var, hemen əsası qalada aytıb ötkənləriniz yengəl gənə bir remont etəsində həzzətib yaşayır əslər. Bu görgəniz aşxanamız boladı. Keyingisini ötədən bosaq, aytqanca aşxanadan çıxaverişdə ben yenə bir rakvena ustanovka qılınğan kol yuruş üçün. Aytıb ötkənlərimizin Xaluzayımızda ikinci girəvəriş proxodumuz gördüyünüzdə kəttegene xol, həmən ərsəsi tayyar, ben de aşxanası, plus beyan tərəfimiz yadlarınızda bolsa köçə tərəfdən görsəniz də teras variantı taxlanğanadır. Şunun üstünə komuta taxlaq qoydular. O komutalarım gənglə görəmiz. Ağalalarından, acayiplarından döşərkən pul almağa, özlərimiz yaşımızda mən əsasını taxlaq alma, karanla, çıxasla, qalala eranski demək. Birini qalalarından görüşləniz mümkün. Plus pərdələrim ustanovka qılınğa, bir anda yine garderop niyatı taxlanğa. Spalninin bir de görgən bolsanız da, etibar etkən bolsanız da Spalniların köpüsündə addelni garderop panaları var. Bu kətdə plus, yani özünüzün addelni garderoplarınızı yasatasından zət faydalanasınız. Bir de gördüğünüz yine yan tarafımızda turmaları var, şkafları var, çestalları var, qalala döşəlgən, pərdələr asılğan, lustra asılğan, doğru girib yaşayırız. Plus beyanın ötədən bolsaq, işin ya şahane değil mi? Aşınlı Spalnimiz yine ustanovka qılınğa. Pərdəli ustanovka qılınğa. İşödə gördüğünüz hemen ərsəniz, işo Xaluzayını satıp aladan bolsanız, özünüzdə qaladı. Misal Spalnidim köpəkən, bunca Spalni gerekmedi deseniz, birini misal bilyardınız ona ya olmasa ofisiyatı koysanız lan bolaverədi. Bir Taşkentdə şunun bir Xaluzayının videosunu görgənimizdə şunun terasa kısmını alıp özünü biznesmen adam satıp ağan ofisiyatı addenlətib girdi çıxdı ama addenlətib koydu. Uyda hem işləb oturardı. Xaxlasaz onda taxlasaz lan boladı. Xullas mamması yok. Lakin bir yerine mina addenli İspanyatı taxlaq koydular. Ve en kızıklı cayı kondisyonerli ustanovka qılınğa. 5-6'dan köp kondisyoner var uyda. Kondisyonerden mamması yok, atapmeneden umuman mamması yok. Podval kısmında atapmenen toluk həmmə yerine taxlaq koydular. Xullas nişəb qızdıramız bunca kətdə Xaluzayını desəyiz lan mamması yok. Gələsidə öz atapmenesini burgənib çıxsanız da kaniyədə xuda xaxlasa. Ve elbette həmmə yerini gördük. Lakin birinci yergən yerdə ikinci etajqa getdi, doğru mu? İndi isə ikinci etajını görüb çıxamız. Birinci eşikdən girəvərişdəki birinci etajımızı toluq görüb boldunuzda, gəlin ikinci etajını görüb çıxamız. İkinci etajının lesnisalarından gördüğünüz eranski qalalı oxşaydı adaşmasam. Dizaynları vahşi çırayla çıxan. İkinci etaja çıxaslı işinin özünü bir gengene cayı var. Birdən mebellə ustanovka qılınğa. Coralar nələgən vaxtı işini oturasıdan gəpləşib bir də çay payı getib durardı. Yani bir çünkü yakın coranız boladı. Bu bir 200 otoyedildən sıfat kuruş üçün yine şu cayımız taxlanğa. En zor cayı imana karanla. Balkonun cayı boğan, aynen şördəm. Kiçkinə gene özü üçün misal trenajörlerini koyup kiçkinə spor zalını taxlaq koydular. Bir anda burusu var, plus turnikləri, beqavə doroşkəsi, bellikləri. Bu nərsələrin həmməsi yine şu Xaluzayını satıp aladı o adam üçün kaldırırlardı. Vahşi zordu, doğru mu? İkinci etajını gördüsüzlər, çıxıverişdə düşünün, jurnalistlik, ustanovka qalan vəziyyəti bir günləşib oturadığın cayı, plus spor zalı və əlbəttə naus kəmlik bot tutdu biləsizlər. Yine şöyle kəmlikə tutdu. Nausu bu da sizdə kətdə gene özünü sanuzeli boladı. Sanuzela qaranlar, gengene vahşi kətdə kaldırılğan, kirmaşıllar həmmən əsas qalada, su şulkələri var, bir anda duşları, rakvinaları, həmmən əsası aynı Xaluzayını satıp aladı adam üçün kaldırıladı. Yine bir zor cayı var, karanlar. Bir de bir xana kaldırılğan,
Bu ne uchun desangizlar, endi uy egasini aytishi bo'yicha porno uchun joyi bor, lekin bitmagan. Gap turib bitirib pornodan foydalansangizlar, bu yerda zaldan chiqdingizlar, pornoga girdingizlar, xullas, bu yerda endi aziyat yashayverasizlar. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, ko'ringlar. Bu yerimiz ham spalni uchun mo'ljallangan xona bo'ladi. Aytib o'tganimni e'tibor bersangizlar, girasizlar, birinchi shunday komnata bo'ladi, ya'ni garderob xonasi foydalansangizlar ham bo'ladi. Bu yerda mana o'zini konditsionerlar ustanovka qilingan, mebel, ya'ni shkaf ustanovka qilingan, turmas ustanovka qilingan, spalni skana desangizlar, spalni ham yurib chiqsa bo'ladi yana. Spalni ham akkuratli qilgan, qaranglar. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bu spalnimizdan mebellari bor. Xohlasangizlar, shu mebellar o'zingiz olib foydalansangizlar bo'ladi. Ya biz bunu taxlatib berasizlar, top-toza etib foydalanib bezab yashayverasizlar. Plus ko'rib turganingizdek, bu xonamizdan parda, sarda hamma narsasi tayyor turibdi. Aytganimdek, to'g'ri girasizlar, bir general nabor ketib turib, hazzatib yashayverasizlar. Bu tarafimizda oynamiz, orqa taraf ko'cha, komşular tarafa qaragan bo'ladi. Bularning uyini dimog'im sizlarga ko'rinmaydi. Orada kattagina masofasi bor. Bu taraf ular ham ko'rinib yotavermaydi. Ikkinchi etajimizni ko'rdingizlar. Bu tarafimizda spalnimiz joylashgan bo'lsa, yonginasida shunday kattagina, voy. Ko'ringlar. Vallahi top-tozalar döşelgen, lüstranın kattaligini qaranglar. Yani bir ZAGS mekanda bo'lsa, beni ko'rsangizlar to'g'ri sanlar, shunday kattagina. Aytaman-ku, 6-7 yillarda remont etilgan, lekin pulni oyoqning surtilib, shunday bir ajoyib remontda turgan hovli joyimiz bo'ladi. Shunda ko'rib turgan no dekorativni narsalaringiz bo'lsa, hammasi shunda qoldiriladi. Mebellari, sebellari, xullas parda bormi, g'olib bormi, hamma narsasi qoladi. Bemalol lazzatga kelib yashasangizlar bo'ladi. Do'stlar, ko'cha tarafına chiqadigan bo'lsak, shunday nechakadan o'tilgan kachelar, hamma narsasi qoladi. Keyin aytib o'tganingizdek qaranglar, buni daqas polni spalni bilan taxlangan, ya'ni damos zonalari etib taxlangan. Bellari xohlasangizlar topchan etib turib, yo bo'lmasa mashinada qilib qo'yaman desangizlar ham bo'ladi, yo topchan istsangiz zo'r o'yin. Yozda zatib oilaviy o'tiraverasizlar. Ama maşallah bir tarafda duraveradi, bu yerni xohlasangizlar navisat foydalanaverasizlar. Endi buni eng qiziqli joyi bor. Bana keling. Qaranglar, shunday katta hovli joyda bu narsa bo'lmasa uyat bo'ladi, to'g'rimi? Buni o narsa desangizlar, ishning o'zini letni kuxnyasi kattagina aytaman-ku, to'yni endi uyda sovaverasizlar. To'yxona yani 30-40 million pul kerakmaydi. Aynan shunday hamma sharoitga ega hovli joyimiz sotilayotir. Kimda pul bo'lsa foydalanganlar to'g'risi. To'chkasi ham dum zo'r. Man servisdan o'tib kelasizlar, real metanaga yetmay, oynachilar yonida shu o'zi kichkinagina ko'chasi bor. Girasizlar, beton etib to'xlanib turibdan beri. Doğru gələsizlər, Tixovka köçədə, əzləti şunday katta hovli joyda yashayverasizlar. Aynan bu yerning o'zida, yana bir letni tualet kerak ko'payadi, to'g'rimi? Yana letni tualeti joylashgan bo'ladi. Ko'ringlar. Plus bu yerda ko'rishingiz mumkin, kotelda ustanovka qilingan kotel отдельный, shuni tepasindagi xonalar uchun, ya'ni bir yana kichkina xonalar bor-ku, shular uchun. Lekin aslono bu yerdagi katta hovli joyimizning koteli podvalda joylashgan bo'ladi. Podvalning o'zidan kengina joylari bor. Undan bir remont etib berib, vaziyatni foydalansangizlar bo'laveradi. Xullas, hovli joyini ko'rdingizlar, to'g'ri girasizlar, hazzatib yashayverasizlar. Kattagina, kengina, endi Urgan shahrida bunning kattagina yer maydonida joylashgan hovli joyini topish qiyin, to'g'rimi? Bu imkoniyatdan foydalanganlar narxına keladigan bo'lsak, $300,000 deb chiqdilar. Egasini nomerini qoldiramiz. Doğru telefon urib, kelishib, xarid qilib, shunday kattagina joyda yashash sizga nasib etsin. Manziline keladigan bo'lsak, aytib o'tganlarimizdek, man servisdan o'tib kelasizlar, oynachalari yetmay, o'zi o'ng tarafda bir kichkinagina ko'cha bor, beton etib taxlangan, to'g'ri kirib kelib, yana shu kattagina kasara uralasizlar. Hammamizga shunday katta hovli joylar nasib etsin.